Assalomu alaykum bizning YouTube kanalimiz kuzatuvchilari va O'zbekiston xalqi. Bizni podpiska bo'lmasdan kuzatadigan obunachilarimiz juda ko'p ekan. Iltimos qilamiz, podpiskani bosib, like bosishni unutmanglar. Bu uskunani sizlarga narxini va bu uskuna bilan qanaqangi daromad qilish sirlarini birma-bir video orqali ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda uskunani sotib olasiz, narxi $165. Xitoy zavodskoy, qo'lda yasalgan emas. Ikkinchi o'rinda lokatsiyasi, ya'ni mijozlarni ko'p joytiga qo'yasizda, bir kishi bilan bu kichkina biznes bo'ladi. Hozirgi kunda, ya'ni kuz, qish, bahor faslida rosa ketadigan uskunadan bittasi bo'ladi. Buni hozirgi kundagi daromadi minimum 200 ming so'm bilan 400 ming so'm o'rtasida daromad qilsa bo'ladi. Ya'ni mana bu uskunani ishlatish jarayonidan kelib chiqib, ya'ni haligi mijozlarga qarab, mijozlar zo'r joyda, lokatsiyasi zo'r joy bo'lsa, kimga qiziq bo'lsa, 12 ta viloyatlarga kelishuv asosida, ya'ni BTS orqali chiqarib beramiz. Inshaalloh telefon qilaverasizlar, bemalol video ostiga telefonlarimizni qo'yib o'tamiz va biznesga oid qanaqangi yana uskunalar kerak bo'lsa, aloqaga chiqishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Videoni oxirigacha ko'rgan yurtdoshlarimizdan like bosib, yaqinlarga jo'natib qo'yishni unutmanglar. Salomat bo'linglar.